Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektimiz molga, chorvaga qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun. Qani videoni boshlashdan oldin har doimgidek iltimos, bir dona like bosib, mehnatimizni qadrlab qo'yasiz. Qani unda videoni boshladik. Xo'sh, razmerlarni aytamiz, narxlarni aytamiz, bitgan holatigacha albatta ko'rsatamiz. Qani unda videoni boshladik. Asosiy ustundan ustungacha 260 razmer qo'yganmiz. Ba'zilar kichkina qo'yadi, 220, 2 o'sha razmerga oladigan 240 qilib qo'yadi. Molni kichkinaligidan kattaligiga bo'lgan jarayonni hisobga olish kerak. Albatta bu molga beton oxur quyayotganda shuni albatta inobatga olib qo'ying. 1.30 dan razmer qo'yavering. Asosiy ustunlar 260 razmerda tursin. O'zimning shaxsiy fikrim, mol hech qachon qiylanib bo'lmaydi. Endi g'ishboldan beton oxirigacha bo'lgan joy 60 qo'yavering. 60 da hech qachon mol qiylanmaydi. Endi ichi necha razmer, necha bo'lishi kerak degan savollarga 50. Enli emas, 50 razmer qilinglar, tushuntira oldimmi? Xo'sh, chuqurligini 30 razmer qo'yaverasizlar. O'shanda mol kichkinaligidan tortib katta bo'lguncha, bugungi jarayongacha mol qiylanmay o'tiydi. Xo'sh, hamma meni tushundi degan umiddaman. Mana endi atroflariga nimaga bunaqa qilib beton quyib chiqdingiz, o'rtasini to'sib qo'ydingiz degan savollarga javob beraman. Savollarga javob, atalab qo'yasizmi, o't berasizmi, nima qilsangiz ham bir-biriga o'tib ketmaydi. Keyin oldi tomonini jinni baland qilib qo'yganmiz. Sababi paya bersangiz ham molni bilasizlar, chachib yeyishi bor ba'zi mollarda. Har xil yeydi mol. O'sha nariyoqqa o'tib ketmaydi. O'shani hisobiga 20 santimetr balandroq qilib qo'yganmiz. To'g'ri, jinday o't solishga qiyin bo'lishi ham mumkin, lekin tajribadan o'tilgan bu, xudo xolisa 100% foyda beradi. Mol boqib ham maza qilasiz. Xo'sh, narxini aytamiz. Nech puldan qo'yyapsiz ustaka desangiz, 1 metrni apolovkasi ichida 400 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. Qimmatmi, arzonmi? Izohlarda fikringlarni qoldirasizlar. Albatta obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham foydali videolarni chiqaramiz. Stroyka bo'yicha, qurilish bo'yicha. Xo'sh, shunaqa foydali videolarni ko'rsatib boramiz. Albatta kanal yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Xo'sh, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.